keliningizni har bitta sizga qilayotgan muomala munosabatlari u keliningizning himmati hisoblanadi. Inson himmat deb qabul qilsa rozi bo'ladi undan. Masalan, hozir qo'shningizni kelini sizni ostonangizga kelib supurib ketsa, bir umr rozi bo'lasiz, to'g'rimi shunday? Qo'shningizni kelini indamadingiz, ertalab tursangiz, darvozaxonangizni ostini supurib ketdi. Hurmatda. Tamoman shuni qarindoshingizga ham aytasiz, o'rtog'ingizga ham aytasiz, aytmagan joyingiz qolmaydi shuni. O'shani keliningiz bir kunda har kuni supuradi keliningiz. Kerak bo'lsa bir kunda 2 mahal supuradi. Nimaga bundan minnatdor bo'lmaysiz? Holbuki u ham bu ham himmat qilyapti. Ovqati, tuzi yo'q ovqat olib kelsa ham keliningiz nimasi, qo'shningizni kelini bir umr duo qilasiz. Ovqat olib chiqdi. Sizni o keliningiz uyda 3 mahal ovqat qiladi sizga. Bo'lmaganda 2 mahal ovqat qiladi. Bular himmat bular. Kelin o'zining shaxsiy hayotini yig'ishtirib, karyeralarini yig'ishtirib, bola chaqasiga, eriga berilgan mehrni kerak bo'lsa yig'ishtirib qiladi. O'shaning uchun siz ham bu narsani himmat deb bilishingiz kerak. Chegaralarimizni bilishimiz kerak aslida o'zi hammamiz ham. Hamma kelin ham o'zining chegarasini bilish kerak, haddini bilish kerak. Xuddi shunday kattalar ham o'z chegarasining haddini bilish kerak. Bu hadlarni aslida bizga yaratuvchimiz qo'yib berdi.